shu murg'a gugudagi bilan juda ko'p holatda ko'chada qolgan. Bular bundan buyog'i ko'chalarda qolmasin. Opajonimiz hozirgi paytda bitta pochkasi qurib qolgan. Opamizga yordam beraman degan aka-uka, opa-singil, ota-ona hech kimisi yo'q. Opa-singil, ota-ona hech kimisi yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz aka-uka, opa-singil Qirg'iziston xalqimiz, biz O'sh oblasti Haravon rayon yana Achchi uchastkasida berilgan yangi cheklardamiz. Bu chekka kelishligimiz sababi Sapil opamiz uzoq vaqtdan beri sarson hali u yerda, hali bu yerda kvartira, bu yerdan haydalgan, bu yerdan haydalgan. Shu murg'a gugudagi bilan juda ko'p holatda ko'chada qolgan. Davlatimiz tomonidan berilgan shu mana ko'rib turganlaringlardek bitta kotej qurilishiga yarasha bu qiylangan oilalarga yer berilgan. Mana shu yerga opajonimizni o'zlariga 3 ta farzandi bor, 2 ta qizi bor. Bular katta bo'lib qoldi, shuning uchun bularni olib chiqishga to'g'ri kelmadi. Elzarni o'zimiz bilan olib chiqdik. Shu Elzarni o'zini uyi bo'lib qolsin, bularga vatan bo'lib qolsin, o'zlarining tomi bo'lib qolsin. Bular bundan buyog'i ko'chalarda qolmasin. Qish qirovchiliklarda, bular sovuqlarda qiylanmasin. Issiqlarda boshidan oftob o'tmasin deb bularga Allohdan bir so'rab tom qilib berishlikni oldimizga maqsad qilib qo'yib turibmiz. Alloh taolo bu mushkulotlarni, bu qiyinchiliklarni ortda qoldirib, opajonimizga yaxshi kunlarni nasib qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Birodarlar, ko'pchiligimiz tanisak kerak opamizni. Ko'p joylarda idish-tovoq yuvib, odamlarni talolarida ishlab, shunaqa qiyin ahvollarni juda ko'p ko'rgan. Opajonimiz hozirgi paytda bitta pochkasi qurib qolgan. Yaqinda больницada yotib, shu lecheniya olib chiqdi. Endi o'zingizlar tushunasizlar, yolg'iz ayol bola chaqa baqadimi, uy soladimi? Opamizga yordam beraman degan aka-uka, opa-singil, ota-ona hech kimisi yo'q. Opam shunday ko'chada qolib ketgan. Boradigan vatan hech bolasi yo'q. Shunga iltimos bee'tibor bo'lmaysizlar. Hammamiz birgalikda inshaalloh mana stroyka qiladigan vaqtimiz keldi. Stroykalarni boshlab har doimgidek Apalovga beradigan akalarimizga bir murojaat qilib ketardik. Mishalga beradigan, kimiki qanday bir sohada yordami bo'lsa, hamma yordamimizni shu oilamizga ayamaylik. Biz bilan yelkama-yelka bo'lib, telefon raqamlarimizni bilasizlar, 0558 bilan 088 400 raqamida biz o'zimiz bo'lamiz va mana shu nomerda M-bank kartalarimiz ham bor va yedinisa qilib solib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Biz nomerni yana qaytarib o'tamiz. 0558 bilan 088 400 raqamida muhida X bo'lib chiqadi. Mana shu nomerga aloqaga chiqing va mana shu nomerga yedinisa soling va M-bank nomeriga bir qayrilib qo'ying. Inshaalloh erta yo indindan ekskavatorlar kelib, ustalar kelib ishni boshlaydi. Bu jannatdek qasr loyihamiz davom etyapti. Biz o'tgan yili juda ham qisqa muddat 4 oy ichida 3 ta uy bitirganmiz sizlar bilan. Bu oy yana ham maqsadlarimizni katta qo'yganmiz. Inshaalloh biz bu ishni uddalaymiz. Biz ko'pchilikmiz. Biz inshaalloh mana shu tog'larni tolqon qiladi degan ummatmiz biz. Birodarlar, bu ozginagina bir uycha solib qo'yish siz bilan bizga ish emas inshaalloh. Hammamiz jicha-jichadan harakat qilamiz, bo'lib ketadi. Opajon, o'zingiz qanchadan beri ko'chadasiz? 10 yildan oshiq. Birodarlar, 10 yildan oshiq bo'ldi deyapti opamiz ko'chada. 3 ta bola bilan sarson bo'lib yurish oson emas, birodarlar. Alloh taolo hammamizga oliy himmat bersin. Biz sizlarni aloqalarni kutib qolamiz. Inshaalloh shu 3-4 kun ichida videolarni boshlaymiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.